Assalomu alaykum muxlislar. Bugungi kunda otorinolaringologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lgan yondosh bo'shliqlari yallig'lanishi kun tartibida juda muammoli bo'lib turibdi. Chunki bu kasalliklar o'tkir respirator infeksiyalardan keyin yuzaga keladi. Buning natijasida bemorni burnidan suv oqadi, burni bitadi. Burun bitishi natijasida bemorning burun orqali nafas olishi buzilib, buning natijasida burun bo'shliqlarida gaymarit, etmoidit, frontit, sfenoidit degan muammoli holatlar yuzaga keladi. Agar burun orqali nafas olishi buzilsa, burundan ajralmalar kelsa, yiringli ajralmalar kelsa, darhol lor shifokoriga murojaat qilish kerak hamda tekshiruvlardan o'tish kerak. Bu qanaqa tekshiruvlar? Burun va burun yondosh bo'shliqlarini tekshiruvlardan eng hozirgi kunda dolzarbligi burun bo'shlig'ini endoskopik tekshiruv usullari. Endoskopik tekshiruv usullarida burun ichidagi holatlar ko'rib chiqiladi. Shish bormi, burun to'sig'ini qiyshayishi bormi, burun yo'lidagi poliplar bormi, ular aniq, ravshan ko'rinadi. Shunga qarab bemorda taktika belgilanadi. Agar sizda burningiz bitsa, burundan ajralmalar kelsa, darhol lor shifokoriga murojaat qiling. Agar bu narsani o'z vaqtida amalga oshirmasa, keyinchalik har xil yomon asoratlarga olib kelishi mumkin.